Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Kecha 9-dekabr kuni Toshkent shahrida avtobus va Haval piyodani bosib ketdi. Bu haqda shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 22:30 larda Mirobod tumani Islom Karimov ko'chasida Yuton rusumli elektrobusni boshqarib ketayotgan haydovchi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Shu vaziyatda avtobus zarbidan piyoda qarama-qarshi yo'nalishga yiqilgan hamda Haval rusumli avtomashinasi ham ushbu piyodani urib yuborgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida piyoda olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Barcha yo'l harakati qatnashchilaridan qoidalarga rioya qilishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Avvalroq Qozog'istonning Aqto'be viloyatida yuz bergan yo'l transport hodisasida O'zbekistonning 2 fuqarosi vafot etganligi xabar qilingan edi.